Assalomu alaykum yurtdoshlar, bizdan kuzatib borayotganlar. Bugun bizda yana uy bog'chalar uchun tayyorlagan mebellarimizdan tayyor bo'lganlar bor. Buni sizlarga qisqagina obzor qilib beraman. Xo'p, stolimizda 6 kishiligi, turba ramaligida, xudo xolasa, hozirgi kunda eng baquvvat bo'lgan stillarimizdan, ramalar baquvvat, xudo xolasa, uyaltirmaydigan ishlarimizdan baquvvatligiga xudo xolasa garantiya beramiz. Stolimizni narxlari bilan tanishtirib o'taman. 6 kishiligi 680 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Sifatlari juda ham zo'r, xudo xolasa. Keyingi mebellarimizdan biri 4 etajli divanimiz, g'aladonli stilda. Bunimiz rolikligisi. Foydalanib ko'rsataman. Bunda foydalanish juda ham udobniy, qulay. Bunda asosan shu joylarga yetishmovchilik bo'lgan paytda foydalansangiz bo'ladi. Bu baquvvatligi juda ham zo'r, xudo xolasa katta odamlardan bemalol ko'taradi. Kafolatini beramiz, xudo xolasa. Bunda foydalanish oson. Kirgizib qo'yishga yengil itarasi o'zi kirib ketaveradi. Xudo xolasa bo'lsa, bunga garantiyalari bor. Buni narxi 1.400 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Hop, keyingi mebellarimizdan biri mana bunday ajoyib o'yinchoq shkafimiz. Bu 2,5 metrlik joyga tushadigan uychalik variantimiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, har bitta detalimizni albatta rang-barang qilishga harakat qilganmiz. Bu o'rta qismi polkalik joyi. Bunimiz 1.400 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Bunimizdan 2,5 metrga tushadigan. Buni 3 metr joyga ham tushadigani bor. 1.600 ming so'mdan chiqadi. Hop, keyingi mebellarimizdan biri mana bunday shkafimiz, 4 eshikli shkaf. Bunda eshigida har bir eshigida 4 tadan yoki 2 tadan bo'lib foydalansa bo'laveradi. Har bir polka ikkiga bo'lingan, tepada ikkita eshikka bor, ostida ham xuddi shunday. Oshiq-moshiqlar, ruchkalar eng yaxshi baquvvatlardan qo'yilgan qurumkalar bo'lgan. Bunimizning narxi 1.200 ming so'm. Buni 2 etajli varianti ham bor. Unisi 1.400 ming so'mdan chiqadi. Kimgadir shunaqa mebellar kerak bo'lsa, albatta arzon narxlarda birinchi o'rindan tayyorlab beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmani bosib qo'yishni unutmang. Bu videomizni bog'cha mebel bilan shug'ullanayotgan do'stlaringizga yuborib qo'yishni ham unutmang. Hammaga rahmat.